san'atkorlarning puli ko'payib ketganidan pullarni musor qopga solishyapti. Nechta pul? Musor paketga pul solishyapti. Sudya qanaqa? Anaqa o'rmay ko'tarilib ketgan. Sudya qanaqa sudya? Ertaga Shahzod javob beradimi? Nima deysiz? Biz kimdan uryapti men akam? Kimdanlar ta'sir qilyapti. Ta'sir Qancha kitalasiga o'tyapti. Menga mensiplisi yo'q. Vijdonim yo'q. Bitta shu bank vijdonlardan chiqolsin kerak. O'zbekiston. Qo'ygan hamma vijdonni sotib yubordim aka. Hech kimda yo'q. Aka siz yaxshi pul taklif qilmayapsiz menga. Biz oddiy sododamiz. Qarang. Yo, Dilshod aka. Insofli. Aka. Vijdonli bo'lar ekan. Yo. Bunaqa odamlar kam yo'q. Aka, qarang. Odamlar kam yo'q. Boshqacha o'ylarkan. Akalar menga sovg'a yo'q. Lekin meni vijdonim yo'q. Qasam ichganman. Qasam. Aka. Yaxshi pul taklif qilmayapsiz. Devijdorim sotishga aka. Maqsad 500 ming beramiz. Endi ochildi. 500 ming kamda aka. Ikkalamiz 500 dan. 1 millionga. Yo'q, men shuncha yedirib ichirganimiz yetmayapti. Bodroq bir narsalar berdik. Lekin prizga dahshat narsa qo'yilgan aka. Aldama. Yo aka, aytolmayman lekin nimaga ana hozir men bitta popkorn, bitta kofe, bitta aktimerga mana qilmoqchimisiz hozir? Mana men salfetga. Bo'ldimi shu vijdonim shu aka? Organcha mana. Picheni hammi? Sendvich bor. Choy bor mana issiqni shakarli choy. Shumi aka, narxim shumi Buni vijdonim ham beraman aka. Vijdonim yaxshi aka. Ozgina qichininglar, bir yaxshiroq. Bo'pti sizga. Yo'q, просто vijdonni narxi shuncha bo'ldi. Vijdon narxini qaranglar, vijdoni narxini akalar. Shu bo'lib Rasulxon Qodirxonov boshlab beryaptilar mana. Piyoz menga kerak emas, tash mahsulotlarni. Og'u toshlar orasida o'chon tepasidamiz mana. O'zlari Eng shiroq dunyodagi. Ha, kartoshka go'sht. Hozir Zuhra Soliyeva tepadan o'tyaptilar. Hozir o'taman deganlarda boshlari aylanib ketuvdilar, amallab skoriy yordam berib, suv ichirib hozir yana o'tishga ahd qilib o'tyaptilar mana. Ammo odam qayg'uryapti, o'z jamoadoshlari. Adrenalinni oshirish kerak. Tash osib turgan narsalar ularni ovqat qilish uchun kerak. Har bitta ishtirokchi ikkitadan mahsulot olishga haqqi bor. Hozir bular piyoz bilan salfet topdilar. Jamoadoshlariga shu narsa kerak ekan. Shunchalik qararkanlar iloy umrlaridan baraka topsin. Sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Sizlarni o'ynaginglar ko'p. To'g'ri bo'lak, oshpaz piyoz kutyapti. Lekin o'zinglarni ehtiyot qilinglar favqulodda vaziyatlarda. Yomg'ir quyyordi. O'shanga ham bunaqa dajli piyoz qoldi ustimizga. Hamma shotdi. Hamma shotdi. Tog'u toshlar orasida mana Zuhradan har doim nasrinlari zo'r. Yechib yuboring. Mana shu odam hammani aldyapti. Pantet yana. Mana shu ovqat shunaqa yegim kelyapti. Menga berisharmikan? Do'l yog'yapti, qaranglar, do'l. Mana. Men uni to'polon qarasan. Mana do'l yog'yapti. Do'l ko'rmaganmisan-da? Men turgan joyda yeyish kerak bo'ldi. Shunda yeymiz, kelinglar. Mana do'l yog'yapti. Qanaqa yeysizlar? Mana men borib do'l ko'rmagan bolalar. Qanaqa ovqat yeysizlar hozir? To'g'ri, mana. Doim sizlar yomg'irni ham, qorni ham, do'lni ham ko'rdik. Voy, palatkaga olg'a, palatkaga. Qoching. Joyimiz to'ldi. Madagaskar degani nima edi? Zebramisiz? Yo'q, odam. Simbadagi Timon. Qozonni. Ha, pulsin. Pumba Bahriddin. Qozon bilan olib keladi. Qozon. Voy! Orada to'g'ri o'zida ishlasa qolmadi. Mana ahvol oshmazda. Suv olmasak bo'lardi ekan, tayyor suv. Bizga ovqat pishirishimiz uchun bizga bir yaxshi oshpaz kerak edi. Oshpaz topa olmadik, lekin bulut kerak edi. Bor, bir yomg'ir kerak edi. Bor, toza havo ham bor. Faqat oshpaz yo'q. Do'lam bor, oshpaz yo'q. Nima oshpaz yo'q? Qarash nima bo'lsa Mana bo'ladi. oshpaz bor-ku. Bo'y oshmakar bo'ladi. Shunaqa boshsiz ko'raveradilar, Bahriddin kerak ekan. Boytamer Yo, mayli go'sht ovqat saqlab qolish uchun ovqat pishirimi?
Oshpaz ko'ryapsizlarmi? Ha. Oshpaz. Nima bo'lgan oshpazga? Aytmang. Hozir yegamsan keyin kimdir agar bir chekkaga o'tib turgan bo'lsa mana shu oshpazga ko'rasiz. Nima deydi bilasizlarmi? Reality show deb qo'yadi. Seriozmi? Dunyodagi eng qimmat restoranda topolmaydigan bunaqa ovqat bor. Hozir minnat ketdi o'zi. Rostanda yomg'irda hammaylar o'tib o'tdi. Yurdinglar aka Buni qudalaga qildilar. Maza qilib tabiat qo'ynida yomg'ir tegida palatkada ovqat yeyishyapti. Kelib ovqatga odam ko'rganmisan? Oshqozoningdan qaytib chiqading. Nodirajon, oling bir qosh. Bu oshning ikki xil turi bor-da. Amri ma'ruf turi bor, keyin keldi-ketdi turi bor-da. Keldi-kettida almashadi. Ha, o'shaning uchun Dilshodbek katabek chiqib ketish kerak hozir palatkadan. Kimdir keldi-kettiligini aytdi. Deyapti narsa Nicho. Keling. Endi qismni olaman. Aka, bering ana, kiring. Rahmat. Keling. Yo'q, men qorni ochib ketgani uchun emas. Ovqat qanaqa mazasi o'xshadimi yo'qmi shuni bilmoqchi qiziqish. Kartoshka ketdi, go'sht ketsin, ey. Alo. Maza qilishyapti lekin. Bular pishmaydi. Azizlar, mana shu yonimizdan o'tayotgan soy qandoq soy deb nomlanadi, azizlar. Mana shunaqa tabiat kerak bo'ladigan bo'lsa, choynayli sharshalar. Mostga borasizlar depaman. Mana bu joylarni qaranglar. Bu yerda o'tirib ovqatlanasizlar. Mana bunaqa tabiat qo'ynida yoningizdan shunaqa suv oqib turadi. Qalay. Kommentda yozinglar, joyiga necha baho berasizlar? Osh hamma narsa ovqat qilib berishadi bu yerda. Hozir sizlarga juda ham chiroyli manzara ko'rsataman, qaranglar. Qalay, chiroylimi? Sizlarga ko'rsatgan sharsharam mana shu choyniydagi oqib turgan suvni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu yerdan oqib pastgacha tushyapti va boyagi sharshara ko'rinishida pastdan ko'rinadi. Aslida mana shu choyniyni ustidagi suv. Mana qaranglar, Namanganda shunaqa joy borligini men endi bildim. Mana bu ko'prikni qaranglar. Mana toshlarni qaranglar. Mana tosh. Ko'prikni qarang. Tagiga ko'rinib turadi. Shunda oyog'inglarni tagiga qarasanglar ko'rinib turadigan joy ekan. Balandlikdan vahshiy qo'rqaman. Endi mayli, sizlarga ko'rsatish uchun. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bahriddin aka, yuring. Bemalol sizga. Kim o'tkazib oling? Bo'ldi. Ha, o'tdi. Dahshatma bolalar, ko'prikni qaranglar. Mamti kimdir yotar ekan ham ashti tepaliga. Azizlar, yana ham balandlikka ko'tarildim. Hozir bo'tdi. Mana shu manzarani bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Yana bitta ko'prik bor mana bu yerda. Mana biz uchun palatkalar qo'yib qo'yilgan. Bu yerda yotib qolib, quyosh chiqadi ertalab. O'shani ko'rish mumkin bu yerda. Juda ham chiroyli bo'ladi manzara. Mana quyosh. Bizning palatkalarimiz. Hop. Operatorlar qizlarga, bolalarga. Mana palatkalarimiz. Balandligini qaranglar. O'z balandlikdan vahshiy qo'rqaman. Palatkaning ichini ko'rsataman. Mana palatkaning ichi. Qalay. Qaranglar, mana shu yo'ldan mashina chiqib tushar ekan. Bemalol. Qaranglar mana bu yo'llar. Bemalol. Mana mashinadan qaranglar. Mana mashinadan bunday tushadi. Mana mashinadan boshlanadi yo'l. Mana bu yerdan boshlanadi, ketyapti. Qaranglar. Pavorotni ko'ryapsizlarmi? Pastlikni ko'ryapsizlarmi? Yana bitta yo'l bu. Mana qaranglar. Mashinadan tushib ketar ekan mashina. Yana biza chiqadi. Qayerdan? O, pastdan yana biza chiqadi. Ha. Bog'dan yana biza chiqadi. Bu endi bo'lmaydi, sal narvaniroq yo'l, lekin mana bu vash qo'rqinchli-ku. Avaz oxirni bitta gapi bor. Taksida ketyapman deydi, yonimizda jarli.
taksist deydi, sigaretini kunni jarga to'kib ketdi deydi. Xuddi shunaqa joydamiz. Qaranglar. Mana. Mana voy, mana bitam bu yog'ini qaranglar. Labo esindirmi yoki? Oke, yomon qo'rqib ketdim lekin. Rostdan balandlikdan yomon qo'rqaman aka. Instagramda tarqab ketgan g'or bor edi-yu rasmi. Mo'jiza baxt g'ori degan. Men o'sha g'orni topdim va mana eshik deydi, mana bunaqa babayga turar ekan. Ichini ko'rsaman sizlarga. Vo. Ichi dahshat. Mendan boshqa hech kim yo'q hozir. Oga qo'rqib ketdim. Hozir hech kim yo'q edimda qazin sizlar paydo bo'lib qolibsizlar. Vo, ana g'ormi san g'or. Yum! Xo'jot. Men makasiyman, men bunaqa joylarda yura olmayman, o'shaning uchun qaytamiz. Lekin juda ham ajoyib ekan. Baxt g'ori ekan bu. Baxt g'ori. Nimaga baxt g'ori bu? Kim qo'ygan? Siz qo'yganmisiz otini baxt g'ori deb? Mo'jiza baxt g'ori. Azizlar, vajo degan ovqat berishdi bizga. Nimaligini ko'rsataman sizlarga. Salfetka yo'qmi? Shu ovqatning nomi vajo ekan. Bag'rida Ichida hamma narsa bor deydi. Men qarab. Oho. Hamma narsa bor ekan. Salomni. buni bo'lib keladi. Qasr bilan. Ana ser salomni ishda murabbo ko'tardi. Xonasi 2 kishilikda. Lavishlari, bizning oddiy kishilik. Bu yoq kishimiki? Bu yoq kishiga kiyovlar, otqilar. kiyovni Sanga otqilar. full xonalar full lekin gap yo'q. Aka, mana xonandalarda pul ko'p deb bir aktyorlarga qaraganda, o'shaning uchun mana farqi bor. Bizlar tapishga ham yo'q. Tapishga. Mana hamma xonada yotibdilar. Qolganlar mana hamma. Mehmonxonaga kelib, tanga tunga qilib yuribdilar da, qarang. Mehmonxonagami shu? Aka, nech pul bo'pti? Aytmaymiz, barakasi tushadi. 300 mingdan? 300 ming.